Yaxshi, yaxshi. Hozir yaxshimi? Bolalar nevalar tinchgina yuribsizmi? Salomatmi? Siz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Sizlarga. Ma'lumotlar ko'p keldi, nasib biz ko'p keldi yigitlar. Yaxshi, masalan, tulpor otlar chiqsa, masalan, g'ayrat qilaverim. Hamma shashamay nevalar ojiba. Vallahi boshqa sog' salomat nevalar boshqa sog' salomat. Ammo bu nasib to'ylar zo'r nasib bo'ldi bolasi. Mustaqil bolalarni hozir ko'p tubular maqtayapti yaxshi. Davomli bo'lsin hammasi. Biz parda ko'ya nima qilasiz endi? Ya bo'ldi da tarbiyalamizda. Parda o'ygan hal bo'ldi bugun. Endi men dunyoga kelib, dunyoda shu Jamol polvon bilan bu Hasan Kasabning karabilida narsa ko'rmadim dunyoda. Ha, bo'rilam, manzaradan bo'rildi deydi, bunlar bo'rimiz kuchli yo'q. Tulpor emas edi. Ana shundan beri salom-alik qilamiz. 80-yildan beri mana qadrdonchiligimiz hech qachon ezilgan emas. Doim qadr-qimmatimiz yuqori. Borish kelishini mezmonlar. Yana ham borish kelishli bo'laylik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. To'ylar ko'p bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin. Mulkchilik mo'l bo'lsin, mana. Dunyo shunday o'tyapti-da. Hozir endi shu Ko'ktoyni Abdullaga bering endi. Ha, qani uni kimga o'lashamiz-da? Ko'ktayni qaysi bo'ladi uni? Ha, mana Abdulla ham bir to'y ota-onadan deb nasib bo'lsa kutib qolar. Yaxshi ojiba. Bir duoni qiling. Ayting. Xudo ziyoda qilsin. Tomonimizga qolmadi, to'yxona murodxonamiz. Yaxshi kun xursandchilikda o'tirish hammamizga nasib qilib, bizdan nevarlar, bolalar boshqa sog' salomat kun, rahmat, rahmat. O'ynay ishida